Amerika Tashqi ishlar ministrligi 3 noyabr kuni, ya'ni dal Amerikada prezidentlik saylami boshlagan kuni Uighurlar'uçravatqan ig'ir zulm haqida videolik bayonot tarqatdi. Videoda Amerika Tashqi ishlar bayonotchisi Morgan Ortagus xonim Sharqi Turkistonda bugun millionlarcha kishining yuqori texnikalik nazorat, diniy va milliy bisim, oilalarni parchalash, tutqun qilish, lagerlarga qamalishga o'xshash ig'ir zulmlar ostida yashayotganligini, millionlarcha Uyg'urlarning lagerlarda qiyin qistoq, majburiy menga yuyishdan iborat ruhiy va jismoniy iskanjalarga uchrayotganligini bayon qildi. U yana monolarni dedi. Uyg'urlar bugun Xitoy kompartiyasiga sadoqatini ifodalashga, o'z dinidan tinishga va yana shu o'zini iskanjaga ilib olgan Xitoy kompartiyasiga hech qilla aytishga majburlanayotdi. 4 noyabr kuni Amerika Tashqi ishlar ministri Mike Pompeo Twitter orqali Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qilayotgan zulmini tanqidladi. U Amerika Tashqi ishlar ministrligining tor betidagi maxsus Uyg'urlarga ochirtilgan sahifasida yoritilgan zulmlarni ko'rsatib turib, Xitoy Xalq Jumhuriyati Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga a'zo bo'lganda kishilik huquq va asosiy erkinlikka hurmat qilishga va'da bergan. Shundaq turg'uliq ularning kunsiri kuchayotgan musabitligi va davlat ichidagi erkinlikni sistemalik cheklashi xalqaroliq tartibning mohiyatiga butunlay zid deb yozgan. Amerika Xalqaro diniy erkinlik komiteti 4 noyabr kuni har qaysi davlatlarning diniy erkinlik vaziyatiga aloqador yillik dokladini e'lon qildi. Dokladda 2019-yili Xitoydagi diniy erkinlik sharoiti davomli nacharlashdi. Xitoy hukumati chiroy tonish va sun'iy aql texnikalaridan foydalanib turib, osonlik millatlarni nazorat qilish asosidagi yuqori texnikalik nazorat davlati qurdi deyildi. Xitoy Amerikaning Sharqi Turkiston islom harakatini terrorlik tashkiloti tizimligidan o'chirganligiga norozilik bildirdi. Amerikada bir federal hukumat tori 5 noyabr Amerika Tashqi ishlar ministri Mike Pompeoning o'tgan oyda Sharqi Turkiston islom harakati tashkilotini terrorlik tashkilotlar tizimligidan o'chirayotganligini xabar qilgan. Mike Pompeo ilgari Xitoyning Sharqi Turkistondagi bostirishlarining terrorlikqa qarshi turish emasligi, Xitoyning maqsadi musulmon fuqarolarining e'tiqodi va madaniyatini yo'qotish ekanligini ta'kidlagan. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi 6 noyabr kuni Amerikaning bu qaroridan afsuslanganligini va uning qarorini rad qilganligini bildirgan. Amerika Tashqi ishlar ministrligining bayonotida Sharqi Turkiston islom harakatining terrorlikni yaklash tizimligidan o'chirib etilish sababini tushuntirib, Sharqi Turkiston islom harakati bu tizimlikdan o'chirib etildi. Chunki 10 necha yildan beri bu tashkilotning izchil mavjudligiga doir ishonchli dalil-isbot yo'q. Sharqi Turkiston islom harakati hech qachon chet el terrorlik tashkilotlari tizimligiga kirgizilib boqmagan deyilgan. Xitoy yillardan buyon Sharqi Turkistondagi bostirishlarni atalmish terrorlikqa qarshi turish nomida oqlab kelgan edi. Yevropa rahbarlari g'ayri rasmiy natijalarga asosan Amerikadagi prezident saylimida g'alaba qilgan Jo Baydenni tabrikladi. Yevropa komitetining raisi Ursula von der Leyen mundaq dedi: "Men Jo Bayden apandining Amerika prezident saylimida g'alaba qilganligini chin ko'nglimdan tabriklayman hamda uning bilan balduroq ko'rishishni umid qilaman." Germaniya diplomatiya ministri Heiko Maas g'arb davlatlarining yana bir ittifoq bo'lib ishlashini xohlaydiganligini aytdi. Angliya bosh ministri Boris Johnson Baydenni tabriklab mundaq dedi: Amerika bizning eng muhim ittifoqdoshimiz. Men klimat o'zgarishidan savdo va bexatarlikgacha bo'lgan o'rtaq ishimiz uchun yaqindan hamkorlashishni umid qilaman. Fransiya prezidenti Macron Twitterda uchur yo'llab mundaq dedi: Amerikaliklar prezidentini sayladi. Jo Bayden va Kamala Harrisni tabriklaymiz. Bizning bugungi masalalarni hal qila oladigan nurg'un ishlarimiz bor. Biz birlikda harakat qilaylik. Gretsiya bosh ministri Mitsotakis Baydenni tabriklagan Yevropa rahbarlarining orasida yer oldi. Ko'plagan davlat rahbarlari Baydenga tabrik uchuri yo'llaganda, Sloveniya bosh ministri Janis Jansa natijaga qarata ehtiyotchan bo'lishga chaqirdi. Yana bir tarafdan Amerika prezidenti Trump prezident saylamida soxtalik borligini o'tirg'a qo'yib, "Men bu saylamda qonunli yo'l bilan 71 million bilet bilan g'alaba qildim" dedi. İranның birinchi muavin prezidenti İshaq Jahangiri Amerikadagi prezident saylamida g'alaba qilgan Jo Baydenni yadro kelishimiga qaytishga chaqirdi. Ishaq Amerikadagi prezident saylamida Demokratchilar partiyasining kandidati Jo Baydenning g'alaba qilganligi munosabati bilan rasmiy Twitter hisobida bayonot e'lon qildi.
U Donald Trump va uning urushni qo'llaydigan guruhisining davri Amerikada o'tkazilgan saylamdan keyin oxirlashganligini eskartib mundaq dedi. Xalqaro muhit kelishimidan chekinish, Ironga qaratilgan jazo va irqchilik Trump siyosatining alohidaligi dedi. Venezuela prezidenti Nikolas Maduro Amerikaning prezidenti bo'lib saylangan Jo Baydenni tabrikladi va davlatining dialogga tayyor ekanligini e'lon qildi. Maduro Twitterda Bayden va Kamala Harrisni tabriklab, Simon Bolivarning vatani Venezuela Amerika xalqi va hukumati bilan dialog va tushunishga har vaqt tayyor dedi. Xitoy dunyodagi tunji 6G sün'iy ҳәмраһini орбитаға әвәтіп bu texnikani sinoq qildi. BBC'ning xabar qilishicha 6G sün'iy ҳәмраһi Sanshi o'lkasidagi Tayvan sün'iy ҳәмراھ qo'yib berish markazidan uzun safar 6 raketasi bilan olam bo'shliqiga muvaffaqiyatli qo'yib berildi. Xabarlarda 6G'dan boshqa yana 12 sün'iy ҳәмраһning orbitaga әвәтілгенligi ta'kidlandi. 6-cı avlod aloqaning asosli omillarining biri bo'ladigan yuqori sur'atli texnikaning orbitaga əvətilgan 6G sün'iy ҳәмраһi bilan ta'minlanadiganligi o'tirg'a qo'yildi. Osiyo xabarlar torining xabarida 6G'ning 5G'dan 100 hassa tez bo'ladiganligi, yiroq-yiroq musofaga ziyonsiz aloqa bilan ta'minlanadiganligi ko'rsatildi.